Muhimi farzandimni tagi doim quruq va xursand. Smart Baby. Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi Mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandlaringiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Biz boshladik. Tasavvur qiling, chumoliga o'xshagan kichkina bo'lib qoldingiz. Nima qilgan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardim? Odamlardan qochib yurgan bo'lardim. Biz kecha bitta Amirshah o'rtog'im bilan savob qildik. Qanaqa savob qildinglar? Chumollarga o'g'il bola uyi bilan qiz bola uyini alohida qilib kichkina qilib. Nimaga anaqa qildinglar? Savob bo'ladi-da. Ya'ni ular qiynalib ketgan ekan, bolalar pastda yotgan ekan, qiynalib, shuning uchun. Keyin chumollar nima qildi? Ikkiga bo'lib kirib ketishdimi? Kirib ketishdi. Chumolni o'g'il bola qiz bolaligini qayerda ajratsa bo'ladi? Shunchaki o'g'il bola u yoqqa kiradi, qiz bola u yoqqa qiladi. Oila bo'lsa-chi ular nima qiladi? Oila bo'lsa shu anaqa o'rtasini ochib beramiz. Siz qayerdan bilasiz? O'rtasini ochib beramiz agar bilsangiz. Yo'q. Hozir siz o'g'il bola qiz bolani qanaqa ajratganingizni men bila olmay turibman-da. Ana o'g'il bolaga bu yoqdan qilib berdik, qiz bolaga bu yoqdan qilib berdik. Keyin o'g'il bolani u yoqqa kirgizdik, qizlarni bu yoqqa kirgizdik. Savob bo'ladimi? Qanaqa ajratdinglar o'g'il bola qiz bolani? Masalan, hammasi kirib ketaverdi-da, bizga farqi yo'q. Savob bo'lsa bo'ldi. Savobda ham savobini qilsalar lekin. Men o'z chumoldan qo'rqaman. Chumoli bo'lib qoldingiz tasavvur. Kichkina bo'lib. Ozor bergan odamlarga, lekin chumoldan qo'rqaman. Nega? Chumol hech narsa qilmaydi. Bilmayman, chaqadi. O'qiganmisiz kitob? O'qiganman kitob. Chumolni qo'limga olib chaqtirib ham ko'rganman. Chaqadi. O'zingiz aytasiz, chaqmaydi, Chaqmadi, bundoq qilganda. Chaqmayman. Ketyapti. Gapirmaydi chumol. Yuzini shunaqa burdi-da. Chaqmaydi. U qo'rqsanglar chaqadi, qo'rqmasanglar chaqmaydi. Kuchuklarni ham bilasizlarmi? Qo'rqsanglar yugurib keladi oldinga. Voy, boya bor kamizada. Mashitda Zilolfam bilan tanishamiz-da. Mushuk otdi-da oldimga. Mamtimga turibdi-da, nimadir his qildim-da. Keyin oyim aytdi, "Mushuk!" ko'tarib yiqilib tushdim onaqasiga. Qo'rqadigan odamlar sezadi hayvonlar. Yiqilmadi, men undoq qildim-da. Mana ana qildim, keyin qochib ketdi. Siz yiqilganingizga Sofiya maza qildi. Sehrgar yoniga boraman desa, sehrgar meni katalashtirib qo'ying deyman. Sehrgar sizni katta qilib qo'ysa-chi? Aytaman-da sehrgarga, meni sal kichkinaroq qilib qo'ying deyman. Ha yoki yo'q o'yinini o'ynaymiz. Men sizga savol beraman. Savollarga ha va yo'q deyish mumkin emas. Nega? Shunaqa o'yinda. Men topa olmayman. Biz uyimizda ham boshlayman. Nima? Hammasini yemayman deb. Men xohlagan narsamni yeyman uyimda, o'shaq. Uyingizda bu uy emas. Men chiqib ketaman. Xuddi. Boshqa bolani chaqirib olaman. Ali ham bor bizdan keyin. Javob. Muhabbatingizmi? Yo'q. Ushib qoldingiz Ali ham bilan. Nega? Nega? Nimaga? Shunga? Baribir meni sevmaydi-ku. Nega sizni sevmaydi? O'zi? Qayerdan bilasiz sevmasligini? Bilaman-da. Короче bilaman. Короче. Siz ismingiz E'zozamidi? Nima? Gapiring. Qani siz menga savol berib ko'ring-chi. Ruxshan opa, menga shu kimingizni almashtirib, tekinni kar qilib, ikkinchi kiyimga otsa bo'ladi-ku. Ha, shunaqa qilamiz. Ha, dedimmi, mana. Yeb qo'ydim. O'ynaymizmi? Boshladikmi? Sizni ismingiz E'zoz edi. Buni qilish mumkin emas. Bu ham qayga kirib qoladi.
Siz ismingiz E'zozami? Maktabga borasizmi bog'chaga? Keyingi yil maktabga chiqaman. Keyingi yil maktabga chiqasiz. Keyingi yil 1-sinfga chiqasizmi shunda? Ha, deb qo'ydingiz. Oling. Siz ismingiz Shirinmidi? Bunaqa qilish ham mumkin emas, javob berishga. Bu xaga kirib qoladi. Siz ismingiz Shirinmidi? Da. Dayam ha-ku. Amal. Siz ismingiz Shirinmidi? Net. Net yo'q-ku. Nimaga bunaqa hayot? Otibdilar hayvonlar. Siz ismingiz Shirinmi? Bo'pti, siz menga savol bering, men sizga o'rgatib beraman. Sizni ismingiz Ruxshanami? Bo'lishi mumkin. Sizni yilingiz nima? Yilim qo'y. Anki xo'roz. Tushundingizmi? Tushunib oldingizmi? Siz ismingiz Shirinmi? Bo'lishi mumkin. Yoshingiz 9 deydi. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emasmi? 8midi? Bo'lishi mumkin. Xo'p, siz maktabda o'qirdingiz, adashmasam. Maktabda bo'lishi mumkin-da. Faqat bo'lishi mumkin emas, boshqa javoblar ham bor. 7-sinfmidingiz? Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, umuman bo'lishi mumkin. Yo'q deb qo'ydingiz. Ana. Yo'q dedingiz. Ismingiz Safiya, to'g'rimi? Bilmayman. Yasminami deydi. Bilmadim. Nimani bilasiz o'zi? Hamma narsani. Siz 2-sinfda o'qirdingiz? Bo'lishi mumkin. 2-sinf bo'lishi. Yo'q. Voy. Taran. Bas. Eng kulgili ovoz nimani ovozi? Eng kulgili ovoz, masalan, kimdir nimadir ovoz chiqaradi. Masalan, qo'rqinchli ovoz, ana shoh borda, bitta o'rtog'im emas, kinoyim o'g'li. O'sha shoh yomon ovoz chiqaradi. Qanaqa ovoz? O'xshatib bering. Yo'q, chiqara olmayman. Hech kim chiqara olmasa kerak, yomon qo'rqinchli ovoz chiqaradi. Nimaga unaqa qiladi? Nimani qo'rqitchi? Men qo'rqmayman. Eng kulgili ovoz. Qanaqa ovoz? Eng kulgilimi molli ovoz. O'xshatib bering. Nimada? Molli ovoz. Eng kulgili ovozni qilib beringmi? Mana shu ovozdan yaqinda allergiya bo'lib qolaman. Kuchuk, quyon. Quyon qanaqa ovoz chiqaradi? Quyon. Qanaqa ovoz chiqaradi quyon? Unaqa o'xshatolmayman. O'xshatib beringchi, men eshitmaganman-da umuman. Qaysidir anaqa qo'yilsa, qaysidir jonivor qo'yilsa, shunaqa tez yuguradi. Eng xursand bo'lgan kuningiz qaysi kun? Bir marta onamnikiga borganman o'zim. Adam tashib kelgan. Qo'lda deganman, keyin bitta Zahiriddin degan o'rtog'im bola. O'shan bilan o'ynab yurganmiz. Keyin ketganimizda adam yomoncha sog'inganman, ayam ukamni. Keyin kelganlarida bitta zo'r shokoladlar, soklar olib kelgan, maza qilganman o'shanda. Xursand ham bo'lganman, yeganman. Qor bobo. Yangi yilmi? Yo'q, menda yangi yil emas. Menda to'y, to'y. To'y? Kimni to'yi? Aynan. Yo'q, to'y emas. To'y bo'ladi-yu, o'shanda. Kimni to'yligi farqi, ana narsaligi zo'rda. Tug'ilgan kunim. Nega? Chunki tug'ilgan kunimda ko'p opalardan naklinka olaman. Oyim sovg'a beradilar, adam sovg'a beradilar. Tug'ilgan kuningizda qanaqa sovg'a olgingiz kelgani, lekin hech kim o'sha sovg'ani bermagan. Xuddi shunaqa sovg'a berganlar adam. Korona bilan atir gulobga berganlar. Shirin, tasavvur qiling, oyi sizga yangi ko'ylak olib berdi. Oppoq, chiroyli-da. Keyin siz ko'ylakka Lekin yoqmagan. Yoqqan, sizga yoqqan, rosa yoqib, mazza qilib kiyib yuribsiz-da. Keyin nimadir yeb mashdiki, shuna narsa to'kdingiz. Oyingiz nima deydi lekin? Keyin oyim uradi, конечно, sizlarga ham bo'lgan. Hammada bo'ladi.
bitta narsa to'kib qo'ysa urishib yuraveradi. Nima deb urishadi? Nimaga to'kib qo'yding? Endi mendan ko'rasan uyga borgin deydilar. Eng qo'rqinchli gap shu bo'lsa kerak. Sizdan bo'lgani. Bo'lgan. Necha marta? Bilmadim. Ko'p marta. Sana olmaysiz. Biz bunga narsa to'kvardik. Ha. Ana o'ylab topdim. Nima qilaloysiz? Qaranglar, ammalada men pulni supurib kelaman-ku, adina supurib keladilar. Bizning oyimiz unadimiydilar. Lekin qolgan oyisi shuna deyish mumkin. Bizning oyimiz to'g'ri tushunadilar, urishmaydilar. Yo'q. Yo'q. Urishmaydilar? Urishmaydilar. Urishmaydi. To'g'ri tushunadilar. Urishmaydilar. Ha, yaxshi. Oyi, kimimga yog' to'kilib ketdi, bering deyman. Oyingiz urishmaydilarmi yangi kiyimga yog' to'kkanish uchun? Ozgincha urishadi. Nima deb urishadilar? Unaqa to'kib yemay, yangi kiyim-ku. Bo'pti, yechib beraman deydilar. Demak, oyingiz unaqa urishmaydilar. Juda ham yaxshi. 1 2 3 o'yinini o'ynaymiz. 1 desam bunaqa qilasiz. Qiling. 2 desam bunaqa qilasiz. Qiling. 3 desam bunaqa qilasiz. 1 2 3 1 2 3 2 3 Yo'q. Adashdiz. Oling. 1 2 3 1 2 3 3 3 Mana uch. Iya. Mana uch. Ha, 2 1 1 Mana. 3 2 2 Mana. 3 1 Adashib ketdingiz. Oling. 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 Adashsiz. Oling. 1 2 3 3 Voy, boshida. Iltimos, boshida. Bitta. Bo'pti. 2 3 1 1 2 Men yutqizmadim hali. 1 3 Nega? Shirin, xonangizdagi eng keraksiz narsa nima? Uyingizda masalan eng keraksiz narsa. Keraksiz narsa. Uyimizda hamma kerak. Hamma narsa kerak. Musorlar kerak. To'ppa-to'g'ri. Axlatlarni nima qilish kerak? Musorga to'kib kelish kerak. Voy, ishonasizmi? Kiyimimiz bir dunyo. Menga kiyim kerak emas. Qarang, kiyim berib yuboramiz bechoralarga, berib yuboramiz, o'zimizga yana berib yuboramiz, yana keladi. Berib yuboramiz, yana keladi. Zo'ru. Nima bo'lib ketdik? Nimaga? Bilmay, qaysi birini kiyishimni esim hammasi bo'lganda, oyim anu qanaqadir so'nchilik olib ketsin, mana xo'p deymizda, borib o'sha shkafga mana turamizda. Topolmaymiz qani, ko'p. Dash shkafimiz 2 ta. O'zimizdanki bor. O'sha yerga taxlaymiz. Даже oyim bilan adam kelgan bor-da. O'sha yerda ham turadi o'zan. Zo'r-ku. Ko'p. Даже Yaxshi-ku. kalot tegida ham bor. Ba'zi bolalar bor, ularda kiyim yo'q, sizlarga o'xshagan. Farzandlaringizni suyaklari va tishlari mustahkam bo'lishini istasangiz, unda Bonni kalsiy D3 vitaminini tanlang. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numokit savdo belgisi. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz farzandlaringizni mittilar ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, unda internet tarmoqlari orqali yoki quyidagi raqam orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling. Muhimi farzandimni tagi doim quruq va xursand. Smart Baby